Hammaga assalomu alaykum azizlar, xayrli kech. Nimagadir shu bunaqa pastga pirotda desanglar, men reklamani kechqurun olaman. Ha, qizim uxlayapti. Qizim uxlaganda reklamalarni olaman. 64 kilo bo'lib semirib ketdim. Qizimni tuqqanimdan keyin hozir 40imiz chiqdi. Hozirda men 48 kiloman. Va ozishimga sababchi bo'layotgan inil mahsulotlari, Drain Effect atyoklarimni qaytardi va undan tashqari ularning kokteyllari yetmaydigan vitaminlarimni yetkazib bergan holatda juda ham foydasi zo'r bo'ldi azizlar va undan tashqari tanamga tirtiqlar tushdi va o'sha tirtiqlarda mana kremimiz rosa zo'r yordam berdi. Men sizlarga chista qanaqa ozayotganimni va qanaqa rezultatga ega bo'lganimni asta-asta istoriyamda ko'rsatib bordim. 3D slime zo'r yordam berdi. Birinchi, qayerimga tirtiq tushgan bo'lsa, o'sha yerni skrab bilan yaxshilab yuvib olib, kechqurun mana shuni namga surib, ustidan stichlayman. Biroz achishadi. Asta-asta tirtiqlarimizni tekizlashda yordam beradi. Beloved patchlari ko'zlarimni tagidagi dog'larni oldi. Bu bola bilan kechqurun uxlash armonga aylanib qoldi. Ertalab uyg'onaman, mana shu ko'zlarim tagidagi qora ishib ketganlarni oladi.